Bir necha oy avval Saudiya Arabistoni va Pokiston o'rtasida ikki tomonlama ittifoq shakllangan edi. So'nggi kunlarda esa ushbu tuzilishga Turkiyaning ham qo'shilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Ayrim tahlilchilar bu jarayonni islom NATOsi paydo bo'lishi ehtimoli bilan bog'lamoqda. Shu fonda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya rahbari taklifiga binoan Xitoyga tashrif buyurdi. Bu tashrif oddiy diplomatik uchrashuvmi yoki mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirish yo'lidagi muhim qadammi? O'zbekiston ushbu ittifoqqa qo'shilmasa ham Turkiya bilan yaqinlashuvining Rossiya, Xitoy va Eron kabi qudratli davlatlar tomonidan qanday qabul qilinishi ochiq savol bo'lib qolmoqda. Bu jarayon mintaqaga berilgan siyosiy signal sifatida baholanadimi? Vaziyatlarni esa kun nigohi bilan birga kuzatib boring. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Sizning nigohingiz biz uchun juda muhim. Xayr, sog' salomat bo'ling.